Nexia Sans gibrid qora tutab rasxotlari ko'p ekan. Xo'p. Mana shu oddiy mabdatchiydi, orqasidan shunaqangi tutib ketadi mashina. Bu hozir boshqa qo'ydik, tutashlari yo'qoldi. Hozir o'zinikini joyiga qaytaramiz, qora tutashni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Benzin rasxoti juda ko'p boradi, Gentra ham yerda qolib ketadi, 20 tadan oshiq boradi. Mashinani o'chiraylik-da, o'zinikini qo'yib ko'ramiz. O'zinikini qaytarib qo'ydik, yurgizamiz. Hozir endi sizlar bilan tutashni bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu mabdatchik nima ish bajarasizlaring? Bu avtomobilni o'sha gaz bosganda, boshqa bo'lganda gaz bosishiga qarab simesiyani, benzin yoqilg'isini o'lchab beradi. Gaz bosamiz. Qattiq. O'zini ishlamayotgan mabdatchikni olib qo'ydik, ko'rib turibsizlar. Tutun qop-qora. Gaz bosib o'raylik. Ohista. Metanda yurganda bu datchik bildirmaydi. Benzinda juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun benzinni ko'p rasxot qilayotgan bo'lsa, Nexia, umuman barcha avtomobillarda bu mabdatchik mavjud. Shuni bitta diagnostika qilib ko'rsatib olinglar. Benzin rasxoti ko'p bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Sog' bo'lasizlar.